Assalomu alaykum aziz baliqchilar, kanal a'zolari. Mana sizlar uchun yana bir yangi ko'limizni tashkil qildik. Xudo xolasa shanba kunga ochilish marosimini qilmoqchimiz. Zavrimizni uzunligi 200 metr. Eniga 8 metrlik joy bor. 7 metr, 6 metr shunaqa joylari bor. Chuqurligiga keladigan bo'lsak endi chuqurligi 2 metrdan 1,5 metr, 1 metrlik joylari bor. 80 santimetrlik joylari ham bor. Xudo xohlasa 500 kilo baliq tashlamoqchimiz. 600 kilo baliq keladi. 500 kilosini zavirga tashlaymiz, ko'lga 100 kilosini omborga tashlab turamiz. Shtobi baliqni qo'zg'atish uchun. Tosh otib yurilmaydi-da, shu baliq 4 kilo, 5 kilo qilib baliqni qo'zg'atish uchun 100 kilosini omborga saqlab turamiz. Sharoitlar xudo xolasa mana video mobaynida ko'rib orasida bundan kelgancha qilinyapti. Mana daroshkalarimiz bor. Yo'llar qilinyapti, o'tiradigan joylar bor. Hamma sizga xudo xolasa ehson bo'ladi, osh, non choylari bilan bo'ladi. Xudo xolasa kelaverasizlar, sizlarni kutib qolamiz. Xudo xolasa mana svetlar tushirilgan kunlar isishiga qarab 24 soatlik ovlar tashkil qilamiz. Kesalaring yana bir maslahatlashib, katta ovchilardan bir ma'lumotlarni olamiz va unga qarab sizlarga qaysi tomonlama qulay tomonlari bo'ladigan bo'lsa, shularni bilib, o'rganib, shu narsalarni yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa. Tortadi. Sizlarni kutib qolamiz. Manzilimiz shu Oltinko'l rayoni, Mama Yusufchek mahallasi. Oltinko'l tomondan kelganda gaz zapravka, chap tomonda Oqtepadan o'tgandan keyin svetofor bor, 500 metrdan keyin svetofordan chapga qarab kiriladi. Mama Yusufchek mahallasi, Berma ko'chasida. Kelaverasizlar, sizlarni kutib qolamiz, xudo xolasa. Baliqlarimiz 700 grammdan boshlanib 1,5 kiloga qadar baliq